Naxşimiz her yanni sadası yangrıdı. Aleyküm, qarindoshlar qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun kechda chiqib kelishimdagi sabab hozir vaksina to'g'risida bak g'ulg'ula bo'lyotidi, urg'izganlar bo'lyotidi, ishkilinayotganlar bo'lyotidi degandek. Shunlashqa mushuni bir yig'inchoqlab so'zlab beray deb o'yladim qarindoshlarga. Şu hozir bak ishkilinib ketayotgan qarindoshlarim ko'pga. Hozir shu endi boshqa davlatlarnikini o'qimayman. Asosan shu Kanadada 60 yoshdan yuqorilarni urib bo'ldi, hozir 50 yoshga keldi degan gaplarni anglaymiz. Shunlashqa shu vaksinaning turlari, undan keyin shu Yaponning bir materialini ko'rib, shuna yaxshi keldik. Shuni bir aqir savol javobga hamda shuni deb beray deb o'yladim. Shunga endi qarindoshlarniki foydalanib qolish uchun deb o'yladim. Shu hozir anglayotgan vaksinaning turi Amerikaniki Pfizer, buni muomala anglab turdik. Bir qatim urib bo'lgandan keyin, ikkinchi qatim 21 kundan keyin rahmat qarindoshlar. Ikkinchi qatim 21 kun urdi deganlar anglayapmiz. Rahmat obliqmadash. Anandan keyin yana Angliyaniki modern. Bu Amerikaniki to'g'ri. Amerikaniki Moderna. Bu ikkinchi qatimda 28 kundan keyin ikkinchi qatim urdi. Buni demasam amila o'qimiz. Anandan keyin shu uchinchisi Angliyaniki AstraZeneca degan shu men anlashlarim qirg'anda endi shu Kanada Torontoga shu Angliya Oxforddan ishlagan AstraZeneca'ni kiribdi. Shunlashqa endi buni bilib olsak, andan keyin Johnson degan nima anglashinglar mumkin. Bu Amerikaniki, bu faqat bir qatim urdi ekan buni. Buniki tafsilotini tozamda kimlar qanday urib qanday bo'lganini anglamadim, ammo hozirgacha men burun YouTube'da chiqargandim shu Pfizer bilan Moderna urgan ikki qarindishimizning ovozidan tatib o'zining qanday hissiyati bo'lganligini degandek-ku. Shu hamda hozir ko'pinchalar har xil gaplar anglaymiz. Sizlarning fikrlaringizni ham anglab baxsam, bu vaksinadan qo'rqayotganlarmi bor, boshqa kelgan botur deb. Albatta, bu demokratiya davlatda tanlash huquqimiz bor deymiz ekan. Ammo ba'zilar deydi, masalan, shu kinishga, vaksina kinishga bo'lmasa, sayohatga chiqilmaydi, hatto bankalarga ham kirgizilmaydi degandiki, albatta turmush qulaysiz bo'ldi-da. Shunlashqa amal yo'q, urimizga degan gap. Demakchi hamda bu bek qo'rqinchli narsa emas demakchi-ku bir hisobda. Shunlashqa bu vaksinaniki bay degandek shu Yaponniki shu savol javoblarni bir deb beray deb o'yladim. Bu vaksina urgandan keyin qanday nima bizda qanday alomatlar bo'ldi, vaksinaning oldidan qanday bo'ldi, xatiri qanchalik degandeklarniki savol javoblari. 7 savol borki, qisqa, ammo amal bo'ldi bizniki zag'ir tilimizda desam bo'ldi. Shuni tushuntirishtirishma. Shu vaksinaning unumi qanday bo'ldi, andan keyin bu masalan ko'pincha angladik. O'zgarishchan virusga bu vaksina qanchalik taqobil tura oladi degandek. Bexatarmi, aks ta'sir qanday degandek-ku. Mushlarni bir yig'inchoqlab qildim. Shunga andan keyin diqqat qiladigan ishlar-chu degandek. Vaksinani ko'pincha burun tatib anglab keldik. Har xil vaksina bo'libmi, burun zukam bo'lgan chog'da fluniki deymiz degandek. Maqatim qilsa haqiqatan ko'pinchalarni ansizga soladi. Albatta atrofimizda urayotgan qarindoshlar bor, urib cho'ng mas'ul bo'lgan qarindoshlarni angladik. Ham shu vaksinani urgandan keyin oldini olish degan nima degan chog'da buni tushuntirib o'tsam, odatda bu virus, bakteriyalar badan kirgandan keyin yuqumlanadi. Yuqumlangandan keyin shu bizning badanimizdagi oqqan donchilari, oddiy bir misol qilsam, masalan, bu vaksina bilan munosabatsiz, oddiy bir misol qilsam, shu
virus bakteriyalar badan kirgandan keyin badanning kuchi ojizlash qarab mangdi. Nima uchun degan chaqda badanimizdagi shu oq qondanchilar bo'libmi? Oq qondanchilar deganimiz immunot kuchiniki hujayralari. Shunlashqa shular masalan angina deyli oddisi. Angina shu bo'ynimizning giyalning ikki tarafi turdan bir hisobda saqchi desak bo'ladi. Shu bakteriya viruslar bilan urushidi. Urushgandan keyin bu charchaydi, charchab ishiydi, yiringdaydi degandek. Shuning bilan badanimizga ma'lum miqdorda immunot kuchi hosil bo'ladi. Undan keyin masalan shunga o'xshash bakteriya kirsa, shu bakteriyani tunilib, osonlan bir taraf qiladi demoqchi. Shunlarga kichik bolalar oson zukamdaydi. Nima uchun degancha kichik bolalar immunot kuchi tuvan deymiz-ku. Shundan kelib chiqqan gaplar. Hamda bu virusga kelsak, shu virus masalan hozir vaksinni deyli, vaksinni nima uchun uramiz degan chaqda, shu vaksinning ichidagi keyin qatam masalan rahmat Ayruz apandim yaxshimi? Mushu biz vaksinni oldini olish uchun uramiz. Buni hamda odatdagi odamlar tushuna olamiz. Buni hamda munda aytgan chaqda masalan mushu koronavirusi badanimiz kirgandan keyin bu urg'uni munda aytgan chaqda hamda murakkab tushuntirsam bo'lmaydi. Bu buni aytsam qo'rqib ketmanglar. Bu vaksin deganni virusni shu koronaning virusidan yasaydi, ko'paytib yasaydi. Meditsina o'qigan qarindoshlar o'qidi. Shunlashqa badanimizga shuni suyullantirib urgandan keyin shu koronaning virusi yuqumlangandan keyin ma virus keldi, bizning badanimizga kirgan vaksin antibody degan shu. Shu kirgan virusni tunuydi. Tunib olgandan keyin buni tutadi degan gap. Oddiy qilib aytgan chog'da. Shunlashqa biz vaksin uramiz degan gap. Bu vaksin urdi degan gap cho'qim yuqumlanmaydi degan gap emas. Asosan hamda yuqumlanish ehtimoli tuvan, ammo yana ham yuqumlandi. Naniga qo'y. Ya u qo'rqinish qish emas. Sen urdingmi? Demakchi ham shu oddiy qilib aytgan chog'da shunday misoli, shunlashqa vaksinni urib aniqqan bu masalan birinchi qatim, ikkinchi qatim urmizg'u, ammo angladim yaqin do'stlarimdan, sestralardan degandek oldin sab ishlayotganlarga shu oldin ola urdi ham o'yla angladik. Ular birinchi qatim urib hech qanday bo'lmabdi, ikkinchi qatim urib bo'lganlar azroq holsizlanish ahvollar bo'ladi ekan. Hamda ikkinchi savol kelsam, bu butunlay yapilliklarniki bir materiallardan shular yaxshiga tushunishlik demoqchi-ku. Bu vaksinaning unumi qanday bo'ldi? Vaksinaning unumi buni asosan bay degandek urgandan keyin masalan odatda hech qanday ish bo'lmaydigan ahvollarmi bo'ladi, ammo odatdagi ahvolda qizitma, yutal yoki buningdan ig'ir bulda ahvollar bo'ldi. Ammo bu vaksina shu urgandan keyin shunaqa ahvollar bo'ladi-yu, buni bak ig'ir bo'lmaydi demoqchi. Bir hisobda shunlashqa hamda buningda bir sinoqlar beribdi hozirgacha. Bu qanday sinoq degan chaqda shu vaksini urgan odam bilan urmagan odamni, masalan, ukulning ichiga vaksini solgan. Chaqchaqni az qila. Bu ikki guruh qanday guruhlar degan chaqda bir guruhiga vaksinini solgan, ukul, yana birisiga vaksinini emas. Umi ukul, ammo ikki guruhini psixolog jihatda ba'zilar deymiz-ku, voy urimiz o'xshash psixolog taraf qarab mangdi deb. Ammo ikki guruhini selishtiribdi. Birisiga vaksinni solgan, vaksinni bor suyuqlik, yana birisi vaksin yo'q, boshqa suyuqlik hamda odatda tuz suyi yoki odatdagi suvni urduchi sinoq qatorida sinoqlarda shunaqa qiladi. So'ng ikki guruh qilgandan keyin vaksina samiga vaksin barniki yuqumlanishi 95% tuvan bo'lgan. Ya'ni 100 odamning ichida 95% yuqumlanmagan degan gap. 5% azroq bor degan gapda hamda shunaqa guruhga bo'lib sinoqlarmi bo'lgan hozirgacha. Demakchi shu hamda bu vaksin urgandan keyin ig'ir yuqumlanish yoki bo'lmasa o'lish ahvollari tuvallaydi demakchi.
Hamda üçüncüsü kelsak, bu köpünçe öyle bu bir yılın yakıcık anladık özgürüşçan bu virusga yama o'zgaradigan badan ichiga kirgan degan ko'pni anglaymiz. Shunglashqa bu o'zgarishchan virusga bu vaksin taqobil tura olamdi degan savol. Bu virusniki hamda azroq virusniki o'zgarishi bo'ladi, ammo bak cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Shunglashqa bu virusning o'zgarishiga bu hozir yasab chiqqan vaksinlarning tamoman taqobil tura oladi. Buni hamda shu Pfizer shirkatining tadqiqot qilib chiqiribdi. Bu Pfizer shirkatining shundaq o'zgarishchan viruslarga qarshi reaksiya shu vaksin yasaganlik tajribalarning natijalari borki, hozirgacha maqolalar bor demakchi. Hamda asosli ammolar ko'p ko'ngil bo'ladigan bu vaksina bexatarmi, aks ta'sir qandoq deganga kelsak, her qanday vaksiniki, masalan, her qanday vaksiniki azroq bo'lsa aks ta'sir bo'ladi. Nima uchun degan chaqda bu bizning badanimizga boshqa bir suyuqlik kirdida, kirganiki albatta u suyuqlikqa kunish uchun badanimizdagi hujayralar uningga taqobil turib, boshqa narsa kirdi badanga degandiki immunit kuchimiz shuning bilan kurash qiladi. Demakchi, har qanday vaksiniki ozdir ko'pdir. Albatta odamlarki immunit kuchi o'xshamaydi. Shunlashqa buniki ozdir ko'pdir shu reaksiya berish ehtimolliklari bor. Qandaq alomatlar ko'rildi degan chaqda albatta ukol solgan joy ishib qoldigan, og'riydigan, qiziydigan, hatto bosh og'riq qatorliq alomatlar ko'rildi. Yana shu vaksin urib bo'lgandan keyin yuqoridagi boy degan alomatlardan boshqa yana mag'dursizlangan, anandiki shu muskullarning og'rishi qatorliqlarmi aks ta'sir bo'lib ko'rish ehtimoli bor degan maqolalar hozirgacha chiqib bo'lgan degan gap. Anandan keyin bu Amerikaniki Pfizer ni urgandan keyin jiddiy xarakterlik reaksiya sezgur aloloji deb qo'yamiz bu. Jiddiy xarakterlik reaksiya yuz berish ne shu yuz bergan degan nimasi borki, statistiksi. Buningda 74% odam urgandan keyin 15 minutning ichida shundaq jiddiy bo'lgan ahvollar, undan keyin 90% odam 30 minutning ichida shu ashna alomatlar ko'rilgandan keyin darhol albatta 15-30 minutning ichida bu doktorxonada bo'ldi. Shunlashqa darhol davolanish ilib borgan demakchi. Andan keyin 5-inchisi shu har qanday odam vaksin uramdi degan kelsak, hamda shu tuvandagi odamlar vaksin urishga bo'lmaydi. Birinchisi qizitmasi ro'shan darajada yuqori bo'lgan. Masalan, qizitmalar 36.5, 37 atrofida turdi. Bu alohida yuqori deganimiz 37.5 da yuqori. dan 5'te yuqori. Albatta ba'zi odamlarning temperaturasi balkim sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin, tug'um xarakterlik tuvan temperaturada bo'ladigan bo'ldi-ku. Demakchi, buningda askarkini normal ahvolda odatda normal 37 atrofida bo'ladi. 37.5 yoki undan yuqori ketsa, bu vaksin urishga bo'lmaydi. Albatta bu vaksinni urg'izmas hamda uning vaqti borda bu qizni degan tushadigan narsa, shunlashqa qochib qutulamaydigan gap degan gap ham bir hisobda. Andan keyin ig'ir jiddiy xarakterli kasallar ursa bo'lmaydi. Andan keyin shu burun vaksin reaksiya berganlar, haddan ortiq sizim yuqori. Masalan, badanning terilarga oson bir narsa chiqadigan, andan keyin nafas darhol qiynaladigan nafaslarda burun shundoq bo'lgan, masalan, vaksin urgandan keyin. Andan keyin tuvan qon besimi degan kasallar amalda urmay, agar urish to'g'ri kelsa doktor bilan, shu o'zinglarning davlatdagi doktor bilan obdan maslahatlash orqali bir taraf qilsanglar bo'ldi. Andan keyin bu 6-inchisi kelsak, hamda bu diqqat qiladigan ishlar bormi?
albatta möylemi köpünçöyle oqimiz, şuna oqsın dep qo'ya dedim. Cho'qim tuvandikilarga diqqat qilishimiz kerak. Bo'libmi burunqi immunot kuchi, immunot kesil bala. Masalan, yaqin tuqqanlarning ichidami immunot kesili bor kasallar cho'qim diqqat qilish kerak. Andan keyin yurak, böğrek, jigar, andan keyin qon kesili, andan keyin yuz bitilish, to'salg'i kesili degan kasallar bor. Mush kasal bo'lganlarmi urg'izdi, ammo mushlar qattiq diqqat qilish kerak degan gap. Andan keyin uchinchisi shu burun vaksin urib 2 kun ichida qizitin bo'lganlar, yana qizitin bo'lib badallari bir narsalar reaksiyalar berilganlar, bular ham qattiq diqqat qilish kerak. Andan keyin yana diqqat qilgan bemorlar burun shu tortishib qilish kesil bala. Andan keyin hamda balkim shu homildor ayollar, andan keyin bola imitotga ayollarmi cho'qim shu urg'azishning oldida doktor bilan obdan maslahatlashib, urusi bo'lmaydi degan gap emas ekan, urdi ekan, ammo cho'qim doktorniki fikrini anglab urg'izish kerak. Andan keyin bo'libmi shu homildor ayollarniki shu diabet kasal, semizlik bor kasal ayollar cho'qim doktorga bilan obdan maslahatlashish kerak degan gap. Bayam 7-si, baya 5-de deb o'tdim. Bu vaksinni cho'qim urg'izmizmi deydigan qarindoshlar bor. Ko'p anglab turibman, menga maslahatlar kelyapti. Andish qilib, masalan, Turkiyalarda hozir Xitoy vaksini bilan Germanniki, shu German bilan Amerikaning birlashib qildi, Pfizerniki. Shu qaysini qilsak bo'ldi degan qarindoshlar bor. Har xil hamda fikrlar. Shunlashqa men o'zimning fikrimni berib turibman. Shunga mush yaqinda ko'p angladik. Hamda bu cho'qim alqa ba'zi bo'libmi hamda men atrofnikilar anglaganlarimda balkim sizlarga anglagan bo'lishingiz mumkin. Voy ba'zida voy urg'azmasak bunday bo'pti. Cho'qim urg'izsa deb uyga kelgan chaqda urg'izma deganlarni angladik. Shunlashqa hamda qoidaga rioya qilib, boy degandek bu vaksinni urg'azsak albatta har qanday vaksina boy degandek ozroq aks ta'sirli bo'ladi, ammo o'zimizniki ideyasini to'g'rilab cho'qim hamda shu to'salg'idan o'tib ketsam bo'ldi-ku deganni o'ylab, ko'p o'ylamay kasal degan kim bo'lmaydi, har qanday odam kasal bo'ladi. Shunlashqa mush qarindoshlar bugun shuni yetkazib beray deb o'yladim. Qanday savol javoblar bo'lsa, savollar bo'lsa so'rsanglar, yoki bo'lsa men buni ham YouTube'imga yasab chiqarman deb o'yladim. Shu anda Facebook'ga endi bunday chiqib, YouTube'ga chiroyliroq yasab chiqaray deb o'yladim. Bugun bizning bir keshib qoldi. Buldamsa xo'sh, Allohga omonat, hammalarga xayrli kechlar.